Yaqin kunlar ichida Yerga og'irligi qariyb yarim tonna keladigan kosmik apparat qulab tushishi kutilmoqda. U Sovetlarning Kosmos 482 planetalar aro uchish mashinasi hisoblanadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, kosmik apparatning qismlari aholi yashash joylariga tushish xavfi bor. BBC xabariga ko'ra, kosmik apparat 1972-yilda Veneraga uchirilgan Sovet ittifoqining Kosmos 482 stansiyasining qo'nish moduli hisoblanadi. U o'sha vaqtdan buyon Yer orbitasida qolgan. Qurilma aynan qachon sayyora yuzasiga tushishi noma'lum, ammo bu taxminan may oyining birinchi yarmida sodir bo'ladi. Ekspertlardan birining fikriga ko'ra, uning turar joy hududlariga tushish xavfi ham mavjud. Venera stansiyasi 1972-yili 31-mart kuni tongda Boyqo'nir kosmodromidan uchirilgan. U boshqa bir stansiyaning zaxira nusxasi edi. Ikkala apparat ham texnik xususiyatlari jihatidan bir xil bo'lgan va Venera 8 dasturi doirasida uchirilgan. Yerga tushishi kutilayotgan modulning og'irligi 495 kilogramni tashkil qiladi. Orbital parametrlar asosida hisoblangan ma'lumotlarga ko'ra, ehtimoliy qulash hududi asosan quruqlik ustidan o'tadi. Mazkur hududlar Misr, Suriya, Turkiya va Ozarbayjon hududlariga to'g'ri keladi. Shu sababli apparatning yashash hududlariga tushish xavfi mavjudligi aytilmoqda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, qulash 8-14 may kunlari sodir bo'ladi.